Larimiz aytib o'tgili ma'lumotlarda nimadan bo'layotganini chunki hurmatli obunachilarimiz ko'pchiliginglar o'zi ko'pchilik bizlarni anchadan beri kuzatayotgan obunachilarimiz juda ham yaxshi bilishadiki bizlar har doim mana opamni boshchiligida bu anaqa boshlangan obunachilarimiz ichida saralab turib Alloh chaqirgani Allohga mehmon bo'lishga bunaqangi o'zimizcha hayajonlanib ketaman. Alloh uyiga mehmon bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Buning uchun nima qilishadi? 1 million so'm xarid amalga oshirib, bizda bilasizlar juda ham assortiment katta. 160 ming so'mdan boshlanib 3 million so'mgacha, endi xohlagan assortimentda xohlagan narsalarni olib 1 million so'mgacha xarid amalga oshirib, raqamlarni shu barobarchiga hisob qo'yasizlar. Albatta, g'oliblarimiz shu barobar o'yin orqali aniqlanib, Alloh uyiga yo'llanma yetib olishadi. Albatta, borganlar uchun xursandmiz. Albatta, chiqolmay qolganlar sizlar ham bitta sababchisizlar. Kimdir borishi uchun sizlar o'z hissinglarni qo'shmasizlar. Buning uchun xafa bo'lish kerak emas. Juda ham Alloh chaqirsa, Allohga juda ham oson. Sizlar savobli ishga o'z hissinglarni qo'shib turibsizlar. Bunaqada sizlarning ham yordaminglar, sizlarning ham anaqaga juda katta. Bu savobga faqatgina bizning xaridorlarimiz emas, mana shu do'konga tovar yetkazib turgan bizaga o'xshagan savdogarlar, tadbirkorlar ham o'z hissasini qo'shishgan. Albatta, meni qo'llab turadigan o'zimni shunaqa tadbirkor yaqinlarimiz bor. Ularga ham alohida rahmat. Tovar yetkazib berib turganligi uchun ham hammasiga minnatdorman. Ularning ham hissasi bor. Mana shu yerda umraga aniqlangan obunachini bitta men o'zimni uyimdan olib kelib emas, shu xaridorlarimiz, shunaqa tadbirkorlar hammamiz birgalikda qo'shib jo'natyapmiz deb o'ylayman. Ularning duolari, ularning so'rayotgan savob ishlari qotganlarda har bittamizdan, har bittalarni o'z anaqalar bor, joylar bor. Xulosgina qachon qilasan? Qachon qilasan? Aniqlaymiz. Aniqlaymizmi? Aniqlaylikmi obunachilarimiz? Ha, nima deyapsiz? Ha, yo'q, men sizni ham olib ketamiz. Men Muhammadjon ham boradi. Bugun pasport olgani boramiz, xo'p? Maylimi? Ha? Aldamayman, nimaga aldayman, bolam? Aldamayman. Ana, Muhammadjonni ham xudo xolasam Allohning uyiga boramiz. Ayasi bilan boradi. Bo'ling. Qani bitta obunachini? Bitta obunachini. O'g'lida. Qani, yutuq egasi. Kim ekan? Machim xizmatda o'zi. Bittasini tanlang. Bittaga. Bittasini oldingizmi? Hozir aniqlaymiz. Kim? Shokirova Muminami? Xullas ikkita raqam qoldirgan ekanlar. Mana ko'rib turibsizlar. Tabriklaymiz. Telefon qilasiz. Telefon berib turinglar. O'zi telefoning berib tur. Voy, hayajon. Qanaqa ahvolda ekanlar hozir? Yallah. Alloh chaqirsa, shunaqa sababchilar orqali sizdan ham siz boraverasizlar. Muhimi ko'ngilli keng qilib chiroyli qilish kerak. Kim yozuvi bu? Kim yozuvi? Bilmadim. Lekin shu do'kondan ikkitalab nomer olasizlar sizlar. Ko'tara qoling. Ko'tarmasangiz ogohlantirib qo'yamiz. Keyingi ishtirokchiga berib yuborishimiz mumkin. Ikkinchi raqamlarga bitta. Nimaga? Nimaga telefoningizga qaramaysizlar? Qisqa qani menga? Yugurib borsam. Ikkinchi raqamlar ekan. Alo, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar?
sizlarni Muslima Shop magazindan bezovta qilyotgandik. Muslima Shop magazinidan telefon qilyapmiz sizlarga. Aka, bizdan xarid amalga oshirgan ekansizlar. Endi qaysi sanada bilmaymiz. Agar xabaringiz bo'lsa, bizda Umra safariga yo'llanma o'yini bo'lyotdi-da. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin. Kimga xarid qilgan? Kim xarid amalga oshirgan? Oyingiz, ayolingiz? Ayolim. Borganingiz. Chiroyli niyat qilib ketgan ekanlar. Alloh chaqirgan ekan. Kim boradi? Aka, kim boradi? Siz ayolingizmi, oyingizmi? Bir kishiga. Yoniga qo'shilib olaverasizlar o'zingizlar, xudo xolasa. Albatta, albatta. Aha. To'g'ri, to'g'ri, aka, to'g'ri. Bo'ldi, aloqaga chiqamiz. Qachon o'zi xabaringiz bormi-da? Qachon kelgan edinglar? Qancha pullik xarid qilgan ekan? Necha pullik xarid amalga oshirgansiz? Bo'ldi. Xo'p, mayli aka, salomat bo'lasizlar. Ha, xo'p bo'ladi. Xo'p. Xo'p. Ana obunachilarimiz keyingi, ya'ni 3-umra biletimiz ham o'z egasini topdi. Ikkinchi umra biletim birinchisi borib kelgan. Ikkinchi umra bilet yutgan obunachimiz bilan 3-umraga ketadi. 3-umra bilet obunachilarimiz birga ketishadi. Bir kunga olib berishamiz, xudo xolasa biletlarini. Ular o'z xo'jayinlari ham qo'shilishar ekan, birga borishar ekan. Allohim hammamizni shunaqa chaqirsin. Bunaqa o'yinlar ko'p bo'lsin. Ko'p mana shunaqa tadbirkorlar o'z do'konida mana shunaqa narsalarni ko'proq qilsa, menimcha ham savob bo'ladi. Albatta, juda ham katta savob. Hurmatli obunachilarimiz, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zingizlar bizani ancha yildan beri bilasizlar. Bu o'yin bizga bir narsa uchun emas, biz savobli ishga mana opam o'zlarini qilganlar. Nima bo'ladi? Juda ham xursandchilik. Bu kimnidir quvonchi, kim uchundir savob. Biz Muslima Shop oilasi bitta jamoamiz. Biz har bittalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Uzoqdamisizlar, yaqindamisizlar, masofadami? Hammani juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr. Hammasi uchun rahmat. Bu haqiqat. Chunki bitta obunachimiz bu yolg'on, unaqa bo'lmaydi deganda, o'shaning uchun Guli qog'oz yana bir marta ko'rsatib qo'y. Bemalol ana aloqaga chiqib, haqiqatan sizlar yutib oldilaringizmi, shunaqa bo'ldimi deb so'rashlaringiz ham mumkin. Bizda haqqoniy hech kimning haqqi hech kimga kerak emas. Obunachilarimiz, sizlarni yana bir bor do'konimizda kutib qolamiz. Ko'rasizlar, bunaqa o'yinlarimizda, bunaqa sovrinlarimizda, bunaqa narsalar har doim oldinda juda ham katta. Hammadan kutib qolamiz, ko'rasizlar. Hajimrat, mana buni o'chirish bor endi.